Dunyoga mashhur ilik sho'rva, kostniy bulyon haqida bilarmidingiz? Qadimda Turkiya qavmlari ichida tabobatda xalqning sog'lig'ini tiklash, bemorlarga quvvat, askarlarga kuch bo'lishi uchun keng qo'llanilgan. Hovuch ichayotgan kalsiylarimiz nega vujudimga singmayapti ekan deb xafa bo'layotgan bir vaqtimizda kostniy bulyon bizga yordamga keladi biiznillah. Yemak shaklida vujudga kirgani uchun tarkibidagi kollagen, oqsil, kalsiy va boshqa minerallar organizmga tezgina singadi. Kostniy bulyon barcha suyak kasalliklari, koksartroz, artrit, gonoartroz, poliartrit, osteoporoz, revmatizm, endokrin kasalliklari, xosatan sahniy diabet, ayollar ginekologik kasalliklari, gormonal narusheniyada, raxit, immunitetni mustahkamlash, operatsiyadan keyingi tiklanishda, tirnoq sinishi, soch to'kilishida, oshqozon shirasini sifatini yaxshilab, ichak mikroflorasini tiklashda juda samaralidir. Bulyon uchun 20 litr tindirilgan suv, 100 gramm tabiiy sirka, qora murch, dafna yaprog'ini solib, 72 soat, ya'ni 3 kun 3 tun miltillatib qaynatiladi. Bu holatda mol suyagining mizoji sovuqlikdan issiqlikka o'zgaradi va kostniy bulyon issiqlik darajasi baland bulyonlar sirasiga kirib ajralib turadi. Yog'i to'liq ajratib olinganligi sababli har qanday qat'iy diyeta va ochlik qilayotgan insonlar uchun to'g'ri keladi. Tarkibidagi glitsin moddasi asabni tinchlantirib, uyqu sifatini yaxshilaydi. Tarkibidagi kollagen terini aynan yuz terisini yaltiratib, tarang qiladi va ajinlarni ketkazadi, yumshatadi. Allohim hammamizga shifoli qilsin.